dadam omonatini topshirdi. O'shaning Joylar uchun jannatda bo'lsin. Hammaga assalomu alaykum. Salomatmisizlar do'stlar? Bugun bitta yangiligimiz bor. Xudo xolasa bir Botir akam. Do'stim, anchadan beri ko'rishmovdik. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, uzr tusholmadim. Tuzimiz aka, so'raysanmi? 1-2 oy ko'rishmay qoldik. Darrov doston unchalik 5-6 ta video qo'yib, mashina nima bu? Qana mashina bu? BYD aka. Alloh. Qulluq bo'lsinmi uka yot? Rahmat aka, qulluq. Test drive-mi? Yo'q, o'zimizniki aka, yangi. Yangi? Chiqyapti. Men noto'g'ri yo'ldan ketyapman shekilli, intervyular qilib qoldim. Yo'q, to'g'rilicha so'rayapman uka. O'zi bolalar so'rayatdi, anchadan beri birga video qilmayapsizlarmi deyatdi. Ya'ni xafa qilib qo'ydimmi? Yo'q aka, endi hamma o'zini yo'ldan ketyapti. Biz endi mashina purishlikka o'tib ketdik, jicha qurilishi bilan. Ha. Jicha vaqt bo'lmayapti, atak hamma yo'q. O'tirsam-a, bitta oldingizga o'tirib ko'rsam bo'lar ekan, qani. Ko'tarilib ketdim. Men intervyuda yig'ishtiraman shekilli. Hozir ochib yuboraman aka, bir minut. Ochilmadi ham, qara ochmayapti Valloh o'tiravering aka. Ha, mayli. O'tiraveraymi? Kulyapti ustimdan. Yo, ataylab qolmadim aka. Yo'q, endi mayli. Yo'q, Uka, joningiz sog'mi? Bormisiz? Nima xafa qilib qo'yadimmi? hamma yo'q zo'r aka. Shuncha bir nechta bir 5-6 ta post qo'yganingizdan keyin sразу qayerdan to'g'risini ayting. Mana shu mashinani qo'yib oldingizmi? Aka, endi hamma yo'qda harakat qilyapmiz. To'g'ri, orada ko'rishmay qo'ydik. Endi tirikchilik bilasiz, ko'pchilikda xabari bo'lmadi, o'zingiz bilasiz. Dadam omonatini topshirdi. O'shaning Joylar uchun jannatda bo'lsin. bir oydan o'tdi mana. Haligacha o'zimga kelganim yo'q. O'shaning uchun hech kim bilan aloqa o'rnatganim yo'q aka. Eskidan bilamiz, xudo xolasa bosamiz. Mashina temasini ham boshladik. Ne только qurilish, mashina ham qilyapmiz aka. Xudoga shukr, mana beryapti aka. Yo'q, hozir bitta mashina qildi, bir pasda shundan uka omon mashinaga gap yo'q. Yo'q, haqiqatda o'zingiznikimi yo test drive'ga olib? Yo'q, o'zimizniki aka. Xafa qilgan, men intervyu tashlayman shekilli. O'rgatasiz endi. Misol, men ham endi mayli 1 oy ba'zi 1-2 oyda olamanmi, xudo xolasa aka, 1 oyda ham olamiz aka. Intervyuni ham bosamiz gazini aka, hamma yo'q qilamiz aka. Eskidan bilamiz, billa ketamiz. Tomiriga tushyapsiz, tomiriga. Tomiri ham topdik. Yo'q, men xafa qilgan bo'lsam, uka uzr, endi xudo xolasa bundan bag'i mana intervyular yig'ishtirib yana billa paydo bo'lib, xudo xolasa mana shu BYDlarga nasib qilsin, yuqsin uka, buyurib nasib qilsin nima bo'lgan taqdirda ham. Hammamizga nasib qilsin, yana bizni xudo xolasa billa ko'rishni boshlaysizlar. Endi menimcha mashina temasda uka. Xudo xolasa. Nima bo'lgan taqdirda ham qulluq bo'lsin, mashinaga gap bo'lishi mumkin. Hamma xudo xolasa kutinglar, bundan ham qiziq kontentlar qilamiz.